الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين. Bugün kelgan dersimiz bo'lsa As'ad as-Sag'irji rahimahulloh yozgan Fiqhul Hanafi va adillatuhu degan bu kitobimizning Taharatul Bi'r, quduqning pok bo'lishi. Quduq agar quduqdan nijosat chiqib qolsa, qanday shaklda poklanadi degan bir bobga keldik. Xo'sh, deydiki musannif yajuzu tatahhuru bima'il bi'ri, ya'ni quduq suvi bilan tahorat ilish joiz bo'ladi. Mundaq bo'lganda, mundaq qilish haqida deydi. Mana jumla e'tiroz bor. Undan ba'da ixrojiha va nazhi ma'iha kullih degan nima? Maniki xabar bo'ladi jo'da. Cümle itirazını oturdiki ayırıp tercüme kılışlar. Yani quduq suyu bilan tahorat ilish joiz bo'ladi. Ba'da ixrojiha. Yani quduq suyini chiqarib bo'lgandan keyin va quduq suyining hamma suyini nima? Nijosatlarni chiqarib bo'lgandan keyin va uning suyini hammani tatib bo'lgandan keyin qanday ahvolda desa iza vaqa. Ya'ni qachonki quduqqa biror inson yoki biror hayvon tushib ketib, o'lib qolsa, famata, o'lib qolsa, av najasa yoki bir nijosat tushib ketsa, shunday vaqtning o'zida qanday qilamiz? Hukm quduq tushib ketgan insonning o'ligini yoki hayvonning o'ligini yoki nijosatni chiqarib bo'lgandan keyin quduqning suyining hammasi tortiladi. Hammasi tortiladi. Undan keyin bu quduqning keyin yig'ilgan suv bilan tortilish joiz bo'ladi. Agar quduqning suyini hammani tortish mumkin bo'lmasa qanday qilamiz desa, 200 chilakni 300 chilakgacha. 200 chilak vojib holatda, 300 chilak mustahab holatda torsak bo'ladi. Bunun delilimiz nima desa, lima rawat Daraqutni Muhammad ibn Sirin rahimahullohdan rivoyat qilgan rivoyatning jitidan. Anna zanjiyan bir zanji degan bir qartallik vaqa'a fi zamzama. Zamzam degan g'ayr musarrifa. Zamzam quduqiga tushib ketdi. Misol savol, zamzam degan nima sababdan g'ayr musarrif bo'ldi vallah? Ajam bilan alam bor. Ajam bilan bor, alam bor. Ya bu bu Arab tilida qolsin nima zamzam degan? Navoda? Uchoqda nima deysizlar? Uchoqda vazni fil bor. Sarsara degandek, tushunamizmi? Zamzama. Chunki zamzam degan agar arab tilida qilib qolsa navoda? Uchoqda cho'qim ikki sabab bo'lishi kerak-da. Fi zamzama. Ya'ni zamzam suviga tushib ketib, o'lib qoldi. Fa amara bihi Ibn Abbas radhiyallohu anhuma bu zanjiniki uyligini chiqarishga buyurdi va amara biha antunza va quduqning suyining hammasini tortilishga buyurdi. Mana bu dalil mushu. Endi Ibn Abbas radhiyallohu anhu dedi deganlik, ya'ni Ibn Abbas radhiyallohu anhu o'zi demaydi unda ishni. Shar'iy masalani qanday uchun? Chuqum Rasulullohning anlaganligi uchun deydi, shunday sahobalar. Unda sahobalar o'zicha bir ishni dalil yo'q, bilmaydigan ishni demaydi. O'sha bilib qo'ygan. Qala Ibn Abdul Bar rahimahulloh deganki, Marasilu Ibn Sirinning mursal hadislari sahihdir, hammasi sahihdir. Xuddi Said ibn Musayyib rahimahullohning mursal hadislariga o'xshash. Demak, ma hadisning o'zi nima mursal? Tushunamizmi? Qanday mursal? Ya'ni Muhammad ibn Sirin rivoyat qilib, zanjimida bo'ldi, Ibn Abbas roziyallohu anhu munda dedi deganning o'zi hukm jihatdan mursal bo'ldi. Ya'ni Rasulullohning ko'misa bunda qilmaydi degan gap bo'ldi. Undan keyin Ibn Sirinniki rivoyat qilgan mursallar hammasi sahih. Tushunamizmi? Xuddi Said ibn Musayyibniki mursallari sahih bo'lgan. Chunki Said ibn Musayyibning ayoli Abi Hurayra radhiyallohu anhuniki qizi bo'lganligi uchun ba'zi to'la yaladagi hadislarni nima qildi? Mursal holatda rivoyat qildi. Mursal holatda. Xo'sh. Endi va yajuzu tatahhuru bima'il bi'r. Degan quduq suvi bilan tahorat ilish joiz bo'ladi. Qachonki u quduq suviga mushuk tushib ketib o'lib qolsa yoki qush tushib ketib o'lib qolsa va nahvuhuma degan va o'shga o'xshashlar, masalan, mushukka o'xshaydigan to'shqon, qushga o'xshaydigan narsalarni. Lam yatafassaha degan gap, ya'ni buzilib qolmasa, chirib ketmasa degan, badallari cho'rilib, chirib, sesib ketmasa degan. Ba'da ixrojil maytati degan, shu maytat o'likni chiqarib bo'lgandan keyin tahorat ilish bo'ladi. O'likni chiqarib bo'lgandan keyin va
40 chelak suv tartib bo'lgandan keyin deydi. Nima uchun dalil nima desa, Sha'biy rivoyat qilgan hadisni jihtidan fit tayri va sinnuri qushda va mushukda. Sinnur degan gap mushuk, yeradigan mushuk, qit degan mushuk. Mushukning yamanchi qismi bor, tushundingmi? Arablarning shirinning bir qismi bor, mushukning bir qismi bor. Sinnur deganda ba'zilar yav mushuk deydi, mulon deydi ba'zilar. Ya'ni mushuk emas. Yavlarim bor, uyda kundaklarim bor, mushuk. Shu mushukcha qaynab beradi. Va nahvu ma shuni o'xshaydigan, ya'ni qushqa va mushukka o'xshaydigan narsalar tushib qolganda quduqqa qol nima dedi Sha'biy? Yunzahu minha 40 dalvan. Undan 40 chelak suv tortiladi dedi. Xo'sh. Quduq va yajuz tatahhur bima'il bir quduq suvi bilan taratilish joiz bo'ladi. Agar quduqda to'xini mujallab qolsa, buzilib ketmagan bo'lsa, shu to'xini chiqib o'tib bo'lgandan keyin va 70 chelak suv tortib bo'lgandan keyin. Hammad ibn Sulaymon rahimahulloh rivoyat qilgan hadisning jihtidan u mundoq degan edi. Quduqqa tushib ketib ilab qolgan to'q haqida u quduqdan 40 chelak yoki 50 chelak suv tortiladi, undan keyin bu quduqdan tarat ilinadi degan edi. Va quduq suvi bilan taratilish joiz bo'ladi qachonki bu quduqqa biror chashqan tushib ketib ilab qolsa va buzilib ketmasa. Ba'da ixrojiha degan chashqanni chiqarib o'tib bo'lgandan keyin va shu quduqdan 20 chelakni suvni tortib ilayotgandan keyin. Nimishqa desa, Imom Tahaviy rivoyat qilgan hadisninki tufaylidan. Anas radhiyallohu anhu rivoyat qildi, Anas radhiyallohu anhu dedi fil fa'rati. Anas radhiyallohu anhu quduqqa tushib ilab qolgan chashqan haqida va ukhrijat min sa'ati va shu chaqda tushgan vaqtida tortib iletilgan, chiqarib o'tilgan chashqan haqida deganki, bu quduqdan 20 chelak suv tortiladi degan edi. Va ammo agar musho yuqorqi hayvonotlar buzilib qolsa, chirib qolsa, ya'ni suvga tushib buzilib qolgan bo'lsa, biz buzilib qolmasa dedik-ku. Endi buzilib qolgan bo'lsa shu desa, fala yajuzu tatahhur bima, ya'ni bima itilkal bil shu quduqning suvi bilan taratilish joiz bo'lmaydi. Qachongacha hatta tukhrajal maytatu awwalan. Hatta bu maytat chiqarilg'ay avval shu o'lik chiqarilgan qadar, ondan keyin quduqning suvining hammasi tortilgan qadar. Dalil nima desa, Imom Tahaviy rivoyat qilgan rivoyatning jihtidan Maysara rahimahullohdan shunda rivoyat qilinganki, Ali radhiyallohu anhu chashqan tushib ilab qolgan quduqning haqida nima degan, fammatat ilab qolgan quduq haqida deganki, yunzahu ma'uha, bu quduqning suvi tortiladi degan. Ya'ni demak cho'g'i nima edi? Chashqan tushib ilab qilib, chashqan buzilib qolgan. Demak, chashqan tushib ilab qilib buzilib qolganni quduqning suvining hammasi tortilgan yerda uningni yo'g'onlab ilab qolish shu bitariqa avla hammasi tortiladi degan gap. Val bi'ru quduq idza lam yumkin nazhuha, agar bu quduqning suvini tortish mumkin bo'lmasa, bu quduqdan 200 chelak suv tortiladi vujuban degan gap vojib tarzida, vojib yo'l bilan. Ila 300 istihbaban 300 chelakgacha mustahab yo'l bilan. Vojib yo'l bilan 200 chelak, mustahab bilan 300 chelakgacha tortilsa bo'ladi. Vala tunajjasul bi'ru bil ba'ri. Quduq tugi mayiqi bilan va ravs degan eshak otlarning tezaklari bilan va xifi kallalarning poqlari bilan nijosatga aylanmaydi. İlla ayyastakthirahun nadir. Faqatla qarg'uvchi ko'p sanasi shu chaqda nijosatga aylanadi. U yomonchiqki bu tugining poqlari bu yerda desa, shu chaqda nijos bo'ladi. Val qalilu ma yastaqillu. Az deganimiz, ya'ni qarg'an odam az sangan narsadir. Ve aleyhi i'timad, mushu qoidaga e'timod. Vela yufsadul ma'u su bi khar'i hamamin, kaptaning mayiqi bilan suv buzilmaydi. Ve usfur, qushqashning mayiqi bilan ham suv buzilmaydi. Vela bi vuqu'i adamiyyin, odam zotning tushishi bilan, vela bi vuqu'i ma yukalu lahmuhu, go'shi yildigan narsaning tushishi bilan suv buzilmaydi. Iza kharaja hayyan, tirik chiqsa, ilab qolmaydi suda, tirik chiqqan bo'lsa, adam tushgan suv nejis emas. Qushlar, go'shi yildigan qo'y, kala, ot degandeklar, ya'ni go'shi yilmaydi, lekin ot pokiz uchun olma. Otning go'shi yilmagan bilan qo'y kalaga o'xshash pok. Ot, qo'y, kala larga o'xshash narsalar tushishi bilan suv nijosatga aylanmaydi. Va lam yakun ala badanihi, yana bir shart nima? Biri tirik chiqish kerak, ikkinchi shart
Aşu yuqorqi narsalarning badanida nijosat bo'lmaslik shart. Endi vala yufsadul ma'u suv bi wuqu'i baghlin degan qechirning va himar eshakning tushishi bilan va sibai tayrin degan yirtqich qush va sibai vahsh degan yirtqich hayvonning tushishi bilan suv buzilmaydi. Qanday bo'lsa idza lam yasil lu'abuha ila al-ma. Uniki bunday sho'lgaylari, og'zini chiqargan sho'lgaylari suvga yetmasa, ya'ni qaldisi ko'tarib suv tushgan bo'lsa, suv buzilmaydi. Fa in wasala lu'abul waqi agar lu'abul waqi'i yuqorqi narsasining suv tushgan narsaning sho'lgaylari suvga tegib qolsa, akhada hukmuhu. O'sha narsaniki hukmini eliy bo'ladi. Sho'lgayniki hukmini suv tegdimi? O'sha narsaniki hukmini, yirtqichning hukmini eliy bo'ladi. Taharatan degan gap poklik jihatdan va nijislik jihatdan va makruhlik jihatdan. Ya'ni masalan, qechir yoki eshakning sho'lgiga suv olib qolsa bo'ladi, bu suv makruh bo'ladi. Yirtqich qush sibai tayinlikka olib qolsa bu makruh bo'ladi. Ammo sibai vahshcho yirtqich hayvonning olib qolsa nijis bo'ladi. Ammo odamning, otning, qo'y kaliniki sho'lgiga suv olib qolsa pok bo'laveradi. Va vujudu hayovanin mayyitin fiha. Hamda quduqda bir ulab qolgan bir hayvon topilib qolsa, yunajjisuha min yawmin va layla. Bir quduq qarasak, ulab qolgan bir hayvon bor ekan. Bu hayvon nima qilgan bo'lsa, agar u hayvon puyudilib, isilib, buzilib qolgan bo'lsa, bir kecha kunduzlik suvni nijosatga aylantiradi. Bir kecha kunduzlik. Topgandan keyin ulab qolgan bo'lsa, bir kecha kunduzlik suv nijosatga aylandi. Qanday qilish kerak? Bir kecha shu quduq suvidan tartib namoz o'qilgan bo'lsa, bir kecha kunduzlik namozni nima qiladi? Iyoda qiladi, qaytlab qo'ydi. Va in kana muntafiqan, agar u isilib qolgan, puyudilib qolgan, buzilib tayyorgan bo'lsa, fayunajjisuha min salasati ayamin va layaliha degan 3 kunduzdan tartib nijos qiladi. İllam yu'lam vaqta vuqu, agar uniki tushga vaqti bilinmasa. Agar qachon tushga vaqti bilinsa, tushga vaqti tartibni nijos bo'ladi. Agar vaqti bilinmasa-chi, 3 kunduzlik namoz, 3 kunduz tartib nijos bo'ldi deb hukm qilamiz va agar mush quduqning suvidan 3 tartib namoz o'qilgan bo'lsa, 3 kunduzlik namozini iyoda qiladi. Ya'ni puyudilib qilish, isilib qilish, buzilib qilish hammasi bu hukmda. Agar puyudilib qolgan narsa degan tabiiyki buzilib qolgan, tabiiyki o'sha hukm kiradi. Fayalzamu i'adat salavatil muddat ashu muddatning namozining hammasi iyoda qilish lozim keladi. Ida tawaddau minha agar ashu suvdan tartib bo'lsa va hum muhdithun ular taharatsiz holda. Tushunarmi? Agar tartibga tartib bo'lsa, nurni alan nur qilib iyoda qilmasin bo'ladi. Lekin tartib yo'q holda tartib bo'lsa iyoda qiladi. Aw yigtasalu min janab agar janobatni g'usl qilgan bo'lsa, yine namozini hammasini iyoda qiladi. Va oxir davona alhamdulillahi robbil alamin.